Pult управления. Pultda mana bu sariq rangdagilar qum tosh olib keladigan bo'lim hisoblanadi. Tosh 1, tosh 2, tosh 3. Bunga sizlarda hozir qum, klinets va sheben solingan. Mana bu bunker inersiya materiallar tushiradigan tarozi. Bu uning vibratori, bu esa konveyerni harakatlantirgichi. Mana bu qiya lenta. Qiya lentani zaxira chelagi. Qiya lentani bir bossak ishlaydi, yana bir bossak o'chadi. Mana bu chiroq yashil, ya'ni xavfsiz holatda turganligini ko'rsatib turish kerak. Har doim shuni tekshirish kerak. Tushunarli. Mana bu sementni o'zini rangidagilar, sementlar, sement silosi. Mana bu pastdagi vibratorni ishlatadi. Silos konusidagi, mana bu tepadagi nimani ishlatadi, filtrni kelib, o'rtada neytral holatda turibdi. Mana bu narsa shinek ishlatadi. Shinek ishlatadi. Mana bu esa sement tarozidan sementni mikserning ichiga to'kish uchun ishlatadi. Bu suv nasos taroziga oladi. Bu esa tarozidan mikserning ichiga bo'shatadi. Kimyoviy qo'shimchani taroziga oladi. Bu esa tarozidan suv tarozining ichiga to'kadi. Favqulodda o'chirish tugmasi bu. Hamma narsa bittada o'chadi mashina bostiga. Ha, mana bu narsa mikser. Mikserni motorini ishlatadi, o'chiradi. Mikserni og'zi yopiq, xavfsiz holatda, ochiq, hamma narsa to'kilib ketishi mumkin ehtiyot bo'ling degan. Bu mikserni ishlatadi, bu esa to'xtatadi. Ishlagan paytda ekrandan o'zgarish bo'ladi. Ekran o'zgarish bo'ladi. Yaxshi bo'ladi.